MyLove Telegram kanaliga obuna bo'ling. Havola kommentariyada. Bu oddiy o'yinga o'xshaydi, lekin uzr, mening Roblox'im qulab tushdi. Nima uchun mening Roblox'im qulab tushaverdi? Bu shubhali daraxt bo'lishi mumkinmi? Men o'yinimga joylashtirdim. Ha, aslida bu daraxt virus. Yashirincha dahshatli skript bilan to'ldirilgan yozuv Roblox elementi bu o'yinni yoqish kechiktirishi. Stu olovda, undan ham yomoni, men o'yinni 100 ta bilan to'ldirmoqchiman. Iltimos, buni uyda sinab ko'rmang. Keling, bu bepul model Minecraft mini daraxt 30 ta skriptni o'z ichiga olgan. Va bu albatta mening o'yinimga hech qanday dahshatli narsa qilmaydi. Men buni 1 soniyadan keyin sinab ko'raman. Bu menga nima qilgani aniq ko'rish uchun, lekin avval bu yerga yana bir nechta viruslarni qo'yaylik. Qotil Emo, Hugi va Vugi 12 ta skript. Qandaydir menga yoqmadi. Yana bitta qo'shaychi. Ana 5 ta bo'ldi. Endi normalni bo'ldi. Bu 5 ta virus bilan endi playda bossam ham bo'ladi. Ana o'yinni boshlab ko'raychi. Ana kirayotganga o'xshyapti. Nima? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nima? Voy, nimaga boshlamayapti? Yana kutaylikchi. Xo'sh. Hali ham kirmasa ham kerak. Nima sababdan bo'layotgan bo'lishi mumkin bu? O'rganib chiqishimiz kerak. Bu nima ikkita o'yin virusdagi har xil narsalar bo'lishi mumkin. Mana hozir sinab ko'ramiz. Ko'rganlaringizdek mana videodagidek bo'lish kerak. Bu yoqda personaj bu yoqda turibdi va Hugi Vugi manekenti mana shu yerda. Endi biz tezroq ishimizni bajarib ham olsak bo'ladi. Xo'sh, mana yerga daraxt qo'shib qo'ysak, endi normali chiqadi. Endi bizga yangi yil font kerak. Endi 5 ta narsa bilan boshlasak bo'larmikan? Xo'sh, birinchi narsani nima o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu normali bo'ldi. Hozir endi bu qimirlatib harakatga keltirib olsak, normali virus chiqadi va keyingisi ana normali 13-virus ham tayyor. Xo'sh, buni ham qo'shamiz skriptni. Yes bosamiz. Ha, men xohlayman, chunki bu bizga kerak. Qaranglar qanday chiroyli virus. Endi playda bosib ko'raychi. Do'stlar, voy, bu nimasi bo'ldi? Voy. Ana do'stlar, hozir bizning o'yinimiz ishladi va endi bu kallas qolib ketibdi-yu. Bu mayli, nima deymiz endi? Xo'sh, tezroq bu haykalni qaranglar do'stlar. Endi men bu yana boshqacha skriptlarni qo'shmasam bo'lmaydi. Bu qanaqadir zerkarli bo'lib qoldi. Menga yoqmayapti. Xo'sh, yana qo'shamiz. Buni jonlantiramiz va 4-skriptni ham qo'shib olamiz. Endi bizda 17 ta skriptka bor va bunlarni harakatlantirib, kalalarni normalniy holda ushlab qolamiz va 20-skriptni ham tayyorlab oldim. Endi 21 va keyingisi tezroq 62-chi do'stlar, ko'ryapsizlarmi? 62 ta. Qaraysiz, 62-chi raqamli skript ekan. Voy do'stlar, bu nima? 30-skript ham tayyor. Endi biz normal ishda olib borsak ham bo'ladi. Buni tepaga joylashtirsam qana bo'lar ekan? Bu medved tansalang kerak. Keyingi esa final uchun 10-skript. Maxluq, voy. Buni ham tayyorlab olamiz va kattalashtiramiz. Voy do'stlar, 10-skript. Urre! Bu degani yaxshi degani. Okey deb bosib qo'yamiz. Qani boshladik. 40-skript ham tayyor. Endi keyingilarni ham qo'shib olsak, normalniy viruslar chiqadi. Buni qaranglar do'stlar. Bu odam yeyapti. Juda ham qo'rqinchli. Xo'p, bu ham juda ham qo'rqinchli. 50-virus ham tayyor bo'ldi va 58-virus qo'y. Xo'sh, bularda hammasini to'g'rilab olamiz. 58-skriptni ham joylab olamiz va 59. Endi har birini bo'lganimizdan keyin 100 ta skriptlarni
viruslarni tayyorlab olamiz va Squid Game'dagi qizchani ham oldik va birinchi skriptni tayyorlab olamiz. I'm boss. Xo'y, normalniy degani bu. Shu uchun mehnatimiz uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qurbaqasimon airport. Nima Xo'p, bu mashina tayyor. Endi bu 94-ni tayyorlab olsak, endi bu yoqqa buni qo'yib olamiz va do'stlar, endi 5 ta virusni ham qo'shib olsak, hammasi tayyor. Nimani qo'shmadim o'zi? Nimadir esdan chiqdi. Yaxshi. Previous boy 96 ta bo'ldi. 97-si va 100-sini ham topib olishim kerak. Tezroq. Buni uyda qo'yib olsak qanaqa bo'lar ekan? Ot. Voy. Bunisi nima edi? Chumam. Bu ham qanaqadir virusmi? Qanaqadir skelet. Chumam. Bu qanaqadir virus. Xo'p, do'stlar, ana 100 ta virusni ham tayyorlab oldik va endi hammasini sinab ko'ramiz. Endi bu viruslarni qani boshladik. Qani sizlar tayyor bo'lsalaring boshladik. Buni tayyorlab olamiz, nomlari bilan qo'yib olishimiz kerak. Sizlar kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu yoqqa chiziqda o'rtaroq qo'yib olamiz va endi namda fun coin deb qo'ymasak bo'lmaydi. Endi o'yinimizni boshlab olsak ham bo'ladi do'stlar. Qani ketdik. Qanaqadir hayajon bosyapti meni. Ana ana do'stlar. Voy. Yana kirmadi. Jenurs. Xo'sh. Men tabog'imdan suv ham o'tmoqda. Kirsa qaniydi? Men shunchaqa nimadir xato ketgan bo'lsa kerak. Mana shuni olib tashlashim kerakmi? Xo'sh, endi boshqa narsa qo'shib olsam normalni chiqarmikan? Buni qo'yib olaman. Mana do'stlar, keyingi virusni ham qo'yib oldik va endi ishlashini ko'rmoqchiman. Juda ham qiziqib ketyapman do'stlar. Sizlar ham ko'rishlaring kerak buni. Qani bosib ko'rishim kerak. Undan oldin Discorddan men tavsiya berib qo'yib qo'yaman adminlarga. Do'stlar kirdi. Yana nima bunday? Endi ishlab ketdi, bo'ldi. Do'stlar, bir xil joylari qiyin ekan, lekin juda ham yasashga bu nima? Chumam do'stlar. Ban yeb ketdimi? Do'stlar, men nima bo'ldi endi? Bunisi nima qilaman endi? Do'stlar. Akkaunt ban yeb ketdi. Juda ham qo'rqib ketdim. Mana ko'rib chiqayin-da. Hozir qani kiranchi. Bu yoqda nimalar bo'lyapti? Do'stlar, shuncha qurganim mehnatsiz ketdimi deb o'ylabman. Qo'rqib ketdim, juda ham qo'rqdim. Qaranglar do'stlar, mana shuncha kishi o'ynayapti endi. Ommaviga chiqdi. Mana men aytgan narsalar ro'y berdi. Hamma qiziqib o'ynab yuribdi. Bu nima? Tabli bosilib ketdi. Juda ham qo'rqib ketgandim. Do'stlar, ko'rlaringmi? Endi o'rgangan bo'lsalaring faqat men videomdan ko'rib like, obuna bosishni unutmanglar. Faqat uyda hech qachon buni sinab ko'rmanglar, chunki ban yeb ketishlari mumkin. Buni aslo qilib ko'rmang, chunki bu banga olib kelishi mumkin. Hozir mana bu yerlarni to'g'rilab olamiz. Nastroykadan keyin buni chiziq bo'lib turaversa mayli. Xo'p, mana tayyor qilib oldik do'stlar. Endi juda ham xursandman. Menga juda ham yoqdi. Bo'lmasam hammalaringizga xayr deb qolaman. Xayr.